Insonlar baxtli bo'lish ilinjida baxtli bo'lib ketaman deb o'ylab, ko'ziga chiroyli ko'ringan hamma narsani qiladi. Nafsi xohlagan, ko'ziga lazzatli ko'ringan har bitta narsani qilishga harakat qiladi. Inson o'ylaydiki, men erkin yashasam, men xohlaganimni qilib yashasam, baxtli bo'lib yashayman deb o'ylaydi. Bu faqatgina xom xayol. Shunaqa yashagan insonlarning aksari baxtsiz bo'lib o'tib ketadi dunyoda. Nimaga aytsa, chunki muammo baxt nima ekanligini birinchi o'rinda bilmaslikda. Inson aslida baxt nima ekanligini birinchi biladi, keyin shunga qarab harakat qiladi. Aks holda baxtni erkinlikda deb o'ylaydi. Baxtni xohlagan narsamni qilishda deb o'ylaydi yoki xohlagandek yashashimda deb o'ylaydi. Natijada erkinlik va buzuqlik tushunchalari aralashib ketadi. Masalan, insonlarga nimadir kamchiligini aytsangiz, erkinlik bor ekanligini sizga eslatadi. Lekin hayotiga qarasangiz, u asli erkinlikni emas, balki buzuqlikni tanlagan. Erkinlik va buzuqlik umuman boshqa narsa. Hozirgi kunda buzuqlik erkinlik orqasiga berkitib qo'yilgan. Shuning uchun inson baxtli bo'lish uchun o'zini har kuyga soladi. Natijada baxtsiz bo'lib o'tib ketadi. Erkin yashayman deb buzuq yashaydi. Demak, baxt asli nima ekanligini inson bilish kerak. Shundagina baxtga qarab to'g'ri harakatlana oladi. Aks holda hayotini iflos qilgani, umr daftarini kirlatgani qoladi xolos.